Ko'zing chiqadi. Razred tuzakka siyata bo'lma bor. Yangi qadaysizmi? Yo'q, o'shalar kerak. Remont bo'lyapti. O'zi yangi Moskvich deb nimasini tushiradi xolos. Oborib qo'ydim. Just a minute. Okay. Traktorimizda orqa narsalarni bir boshdan karobkasiga shashib qilyapti. Cho'tkal. Karobkasini ustidan. Birlovlari yangi oldi. Bir boshdan ko'ryapti. Hamma narsani shashib. Cho'tka qilib. Shestinalarigacha bir boshdan yangi qilingan. Noldan ko'rib chiqyapti rost mana. Orqa qismlarini. Karobkalar xudo xolasa cho'tka oldi. Gipaytga soz bo'ldi, gipaytga. Karobka silindi. Ahmoq bo'ladi buni. Atida bor. So'ra, ama jinni ola, odam oladi kerakchi. Odam yo'q. Atida olasa. Cho'tka oldi. To'shishni material olishga edi, forkasi bo'lgan. Yangilab qo'ydik buni. Ustalar ko'rinildi mana. Ko'yat. Karobkaga yopishdi xudo xolasa. Ichlarni yana bir mukaffoq jiltorib gipayt bo'ladi bari. Karobkalarni atida qilib tortib yotibdi. Qaylib ketaman uni. Son yerga 22 balon go'sht olishyapti. Qattiq makkan qo'yapti bor. Bu harakat qiladi. Nereye nereye balon? 22 qayda? Men to'xtatdim. Xudo xolasa orqa narsalarimiz ham qo'yib 76 sistemada bo'lyapti mana. Xudo xolasa noldan bir boshdan ko'rilyapti. Orqa karobka. Project sadoq bilan hamma narsasi ko'rildi. Kamchiliklarni tuzatildi mana. Karobkalar. Yetmiş altıya tayyor bo'lyapti xohlasa. Tez kunlarda yop berib yurgizamiz. Ko'rishlar xohlasa atida holatda bo'lyapti. Tortib o'ylab bunlarni. Xohlasa zarovit ishlari ham atida terilyapti. Cho'tka. Karobkalar cho'tka. O, yurib. Boshdan noldan ko'rildi. Xohlasa otida. Ha, oto. Cho'tkami?
Unaqa ham qo'yibdi. Unaqa ham cho'kkan. Zavadga yo'q bo'ladi. Shagirdlar ko'p ya. Masalan. Mana endi olasan, yig'ilgan to'g'ri. O'zingizda no'meringlar bormi? Bir cho'loli. Sanki yo'ldaman, haydaman. Bas. Kabinasi bu. Kabinasini shunday aylanib qo'ysak, bu bitishi osoncha qiyin narsa emas. Hop, mana xudo xolasa endi sapsarimizni ham kraskasini sapishni boshladik. Yig'ib bo'lindi mana adidorlar. 76 sistemada yig'ildi mana. Aytganimdek. Kraskasini sapyapmiz xudo xolasa. Bir vaqtdan yuvilib, atrofni tozalanib, ramalarigacha yangidek qo'yib, surishtiruvni kraskadan kelib yangisini qo'shib, bitta qilamiz. Xohlasa to'rt kilaman. Mana xudo xohlasa, endi asosan katta kabinamiz ham kraskasi bo'ldi. Sapildi xudo xohlasa. Motordan tortib korobka zavod kamerasigacha ko'rildi. Mana shu 76 sistemaga kabinasini strumenkalarni mahkamlasak, xudo xohlasa yig'ib terib qolgan yog'ini ham yig'ib olsak, traktorimiz tayyor. Cho'tka holatda bitta mana xudo xohlasa. Kraskalar ham yaxshi chiqdi. Hop, ko'jigimiz ham, korobkamiz ham, orqa zadoqlarimizga kamerasini ko'rdik. Motorni ham bir o'qib ko'rib qo'ydik. Oldi o'z holatda eskiyibdi. Hop. Ba'zi cho'tkalarni yuzib olsak, keyin navbat baloniga xudo xohlasa. Mana cho'tka holatda chiqqan. Hamma yo'g'ini atido qilib qo'ydik. Endi faqat yig'ish qoldi xolos. Qolgan yog'lari to'g'risi chiroyli bo'lib bitdi. Oldingi videolarda ham qo'yib borganman hammasini. Cho'tka qilib. Kabinamizni ham elektrikasini qilib, chexol pexolini qilib bitirsak, bitdi xudo xolasa. Traktorimiz sotuvga tayyor keyin. Hop, zasanimiz yig'ilmoqda mana. Grellarni qo'ydik. Hop. Xastalarni qilib, apparatlarni remont qilgan bo'ldik. Xudo xolasa. Tashqarida yomg'ir bo'lsa ham navisimizga kirib olib ishda olib yotibmiz mana. Keyin yeridan kabinamizga urinsak, xudo xolasa makavoy chiroq-piroqlarni qo'ysak, traktorimiz cho'tki bitadi xudo xolasa. Hamma oynalar bezramishni yangi yupskasidan bo'lib bitadi xudo xolasa. Orqa aynagimiz ham ikkalagan portchkalarimiz ham bezramishni aynak bo'ladi. Eshigimiz mana yangi holatda kraska qo'shimiz kerak pollari. O'zi afshika chexol pexollariga uringanmiz, endi ham bitsa shunday yopishtirsak. Traktorimiz xudo xolasa bitishiga oz qoldi. Radiatorlargacha yangi olingan. Qo'ysakki, xudo xolasa cho'tka bitadi. Kapotimiz ham tayyor holatda. Baklarimiz bo'linadi. Cho'tka bo'lib, ko'ylimiz ham bo'lmagan. Xohlasa oyoqlarimiz bo'linadi. Apparatimizni remont qildik, cho'tkilab. Parsankalarigacha remont qildirdik. Atido bo'ldi xohlasa. Shunday qilsakki, traktorimiz bor. Oldi faralari yo'q, tepa yonlarigacha led faralarni olib kelganmiz. Undan chiqib boshlaymiz endi xohlasa ertalabdan soat 8 ishga tushdik. Xudo xolasa 70 sistemada
hozir davlat standarti bo'lib qolyapti. Shu 70 sistema ham 76. 76 sistemada o'za qatarga cho'tka bo'lib bityapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 902 41 95, 50lik 071 75 74. Manzilimiz Namangan viloyati Cho'rg'on tumani Yashilobod qishlog'i. Traktor remont ham qilamiz, xudo xolasa. Cho'tkalar yig'ib, terib, material qilib, radnoy holatga keltirib sotamiz ham. Narsasi yaxshi holatda. O'slari ham mexanika gidravlika bo'lib chiqadi. Ruli ham og'ir bo'lmaydi, yengil bo'ladi. Kamchiliklari bo'lmaydi, to'g'risi. Traktorimiz noldan cho'tka qilib yig'ildi, to'g'risi. Bundan oldingi videolarni ham hammasini qo'yganman. Hech bitta qo'ymay charchab yuvib, borini bor, yo'g'ini yo'q qilib, hammasi shestirmalarigacha yangi shestirmalarni qo'yganmiz. Yo'q ko'rasizlar. Hozir traktorimiz bitishiga oz qoldi. Hop, mana xudo xolasa emsizatsiyamiz tayyorlanmoqda. Radiatorlar o'rnadi, yangiday maslina radiator. Filtrlarimiz yangiday bo'ldi. Eshiklar o'rnadi mana. Eshik ruchkalari. Yon aynaklarimiz kirillari. Cho'tki bo'lib o'rnatdik. Unutmanglar, bokovoy stiklar qo'yish kerak bo'lsa. Cho'tki bo'lib bityapti. Pol sxemalarimizgacha bo'ldi. Oz qoldi gaz yurishiga. Ayol tomlarimiz mana cho'tki kraska qo'ydik. Mana keta barmarlarigacha qo'yib tortib. Yosto'kalarigacha cho'tkilab tomlarni tortib qo'ydik. Xohlasa Ustama polmonlarni yangi bitiryapti. Respiratyorlargacha qilib. Xohlasa traktorimiz cho'tki holatda bityapti. Mana taraf eshigimizni ham aynagacha qo'yib qo'ydim. Shuni qo'ygan aynalarni qo'yish kerak. Ularni tushirib qo'ygan. Cho'tki qilib yangi ekalash ham uchkalarigacha, zamoklarigacha cho'tki qo'yilyapti. Cho'llarni stoykalarni atlido bo'lib hammasi. Saloniga poligini tashab, pollarni tashab, shu barini tashasak, xudo xolasa tomini qo'ysak, oz qoldi. Kunlarda traktorimiz yurib chiqadi. Traktorimiz xudo xolasa sotuvga tayyorlanyapti. Shu oldingi videoda ham qo'yib boryapman hamma qo'yilayotgan narsalarni, boshqalarini. 76 sistemada bityapti. Xudo xolasa. Traktor remont qilish kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 902 41 95. Manzilimiz Namangan viloyati Cho'rg'on tumani Yashilobod qishlog'ida. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kimga traktor kerak bo'lsa, xudo xolasa. Traktorimiz bu holatda noldan yig'ilmoqda. Yumshoq qilingan, yig'ilgan. Ko'rinishlari ideal. Cho'tki sistemada 15,5 ballonda. Ballonlar ham xudo xolasa 40-50% bor desa ham bo'ladi. Kamerada yaxshi bilinmayapti. Traktorimiz xudo xolasa to'g'ri holatda. Korobkasi yo'q, mo'si hammasini bir boshdan ko'rib chiqamiz. Mana shu traktorda oldingi videolarni ham qo'yganman. Shu orqa portloylargacha ko'rib, bir boshdan xudo xolasa cho'tkilab yiqamiz, kraskalargacha solib. Bu
traktorimizni salon qismlari. Xudo xolasa, salonlar ham yangi material qilib bo'lgan. Bir kalitga yonadi bu ham. Akkumulyator chotki. Salon qismlari. Yumshalar berdi. Qamishdan olsa. Eshik istiyorlar mana. Hozir traktorimiz zo'r qilingan. Chiqasiyani. Traktorlarimiz aytganimdek Namangan viloyat Qo'rg'on tuman Yashqobod qishlog'ida turibdi, egalasi ham. Telefon nomerlarini aytdim, yana bir bor 94